bugun VS Code'da konsolni ochishni o'rganamiz. Buning uchun Go Live tugmasiga bosamiz. Ozgina kutamiz. Va bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Bu oynada F12 tugmasiga bosamiz. Va mana konsol turibdi. Konsolda birorta yozuv chiqishi uchun, so'z, tekst chiqishi uchun siz index.js degan yoki script.js degan fayl yaratib, uni HTML ga ulab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Va ichida console.log deb yozib hello world deb yozamiz. Mana hello world yozuvi chiqdi. Videoga like bosishni unutmang.